1 kvadrat metr uchun $330. Said Kamol, hazillashyapsizmi? Yo'q do'stlar. 97,5 kvadrat metrdan iborat bo'lgan ushbu 3 xonali kvartiramiz Pishiq g'ishtdan qurilgan 5 qavatli nostruykaning 5-qavatida joylashgan bo'lib, remontlari korobka holatida. Oshxona, ochiq mehmonxona yoki oilaviy dam olish zonasi, sanuzel, bolalar va kattalar yotoqxonasi mavjud. Devorlari rodbinlangan. Kosmetik remont uchun kvartiramiz shundoqqina tayyor holatda turibdi. Ushbu hududda gaz, svet, suv va kanalizatsiyada muammo yo'q. Hozirgi sovuq kunda bu ayni kerak bo'ladigan narsa hisoblanadi. Barcha qulayliklar mavjud. Atrofida esa supermarket, maktab, bog'cha, dam olish maskanlari bor. Shahar markaziga esa 5 daqiqalik yo'l. Do'stlar, ushbu xonadonimizda egalar raqami ekraningizda turibdi. Bemalol telefonlashib, savdolashib, o'zlari bilan kelishib, bitta bu kvartirani ko'rib, baraka qilishlaring mumkin bo'ladi. Hamma sharoitlari bor, o'zingizga moslab olsangiz bo'lgani. Manzilimiz Farg'ona shahar, Kalinskiy massiv, Bayarin oshxonasi bor. Osiyo marketi yonginasida shuni ro'parasida joylashgan nostruyka bo'ldi.